Xayrli kech qizlar, kuninglar yaxshi o'tdimi? Bugun men sochlar uchun qo'shimcha vitamin tayyorlamoqchiman. Oddiy uy sharoitida olaman, oddiy kontent qilib va shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana shampunim katta. Bu shampunga solamiz, koritsa solamiz. Men где-то 7-8 choy qoshiqda solaman va bunga mana aptekada rozmarinni nimasi bor, essensial oili bor, yog'i. Bundan solasizlar. Где-то 10 tomchi, 15 tomchi solib qo'yasizlar va 24 soat turadi. Shundan keyin odatdagidek boshinglarni shu shampun bilan постоянно yuvasizlar. Juda ham yaxshi soch to'kilishiga, sochlarni ildizini, follikulalarni baquvvat qilishiga, ildizlarning yopilib qolmasligiga, keyinchalik o'sha joyda sochlar kal bo'lib qolmasligini oldini oladi. Mana men o'zim ishlatadigan shampun Trichup firmasiniki, juda ham yaxshi, bez paraben, bez silikon, sochlarni juda ham sog'lom ushlaydi. Tavsiya qilaman. Tayyorlab qo'ysanglar ancha vaqt ketadi. Koritsani tayoqchasimon holatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Parashok holatida. Men parashok holatini удобный deb bildim va shundan solmoqchiman. Sizlarning shampuninglar agar bundan kichkina bo'ladigan bo'lsa, где-то 3-4 qoshiq solsanglar bo'ladi. Kuninglar yaxshi o'tsin.